Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda bu hafta ichida bo'lib o'tgan Sharq Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsizda qitanglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy islom dinini xitoylashtirish siyosatini qayta ta'kidladi. Sanji gazetinin xabarda bildirilishicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komiteti Nazariya o'g'inish markazi guruhi Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirish siyosatida ching turadiganligini yana bir qatim ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, 29-may tushdan burun atalmış Abnum rayonlik partiya komiteti Nazariya o'g'inish markazi guruhi kollektiv o'g'inish yig'ini ochgan. Yig'inga Shavkat Emin, Nurlan Abilmajin qatorliqlar qatnashgan bo'lib, yig'inda Sharq Turkistonda islom dinini xitoylashtirish yo'nalishida ching turadiganligini yana bir qatim ta'kidlagan. Yig'inda so'z qilgan atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komitetining sekretari Chinchuango qat'iy tavranmay kallini qurollantirib, Şinjan'da islom dinini jungochilashtirish yo'nalishida ching turish, xizmat iqtidorimizni o'stirish, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashtirishga texmo kuchash, vatanparvar diniy zotlar qo'shuni qurilishi va tarbiyalashni kuchaytirish kerak deb bildirgan. Xitoy doiralari 2017-yil 12-oyda islom diniga munosabatlik yangi bir qonunni tuzib chiqqan bo'lib, mazkur qonunning tuzilgan nusxasi Xitoy o'lkalaridagi islom jamiyatlariga tarqatib berilgan. Mazkur qonunda 2018-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida islom dinini xitoylashtirishning qonunlashtirilganligi oshkorlangan edi. Xitoy mazkur planga asosan Sharq Turkistonda islom diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilishga boshlagan bo'lib, Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chiqib etilgan yoki buzib etilgan. Saqalgan bir qism masjidlar boshqa faoliyat so'rovlariga o'zgartirilgan. Undan boshqa dinga aloqador barliq ish harakatlar butunlay cheklangan bo'lib, xalq islom dinidan voz kechishga majburlangan. Avstraliya bilan Yangi Zelandiya Uyg'urlarning kishilik huquqiga ko'ngil bildirganligini bildirdi. 31-may Avstraliya va Yangi Zelandiyaning bosh ministrlari Yangi Zelandiyada yig'in ochgan bo'lib, yig'inda ikki taraf Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga ko'ngil bildirganligini ta'kidlagan. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, bu ikki davlat rahbarining 15 oydan buyon tunji uchrashishi bo'lib, ikki taraf Xitoyga munosabatlik muhim masalalarda o'rtaq tunish hosil qilishga tirishgan. Ilgari Yangi Zelandiyaning Xitoyga tutgan pozitsiyasi siyosiy obzorchilar va taratqular tomonidan tanqid qilinib kelgan. Ammo Yangi Zelandiya bosh ministri Jasinda Ardern dushanbadagi uchrashuvda bu tanqidni rad qilib, Yangi Zelandiya bilan Avstraliyaning savdo va kishilik huquq qatorliq masalalarda o'xshash pozitsiyada ekanligini ta'kidlagan. U Avstraliya bosh ministri Morrison bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Avstraliya bilan Yangi Zelandiyaning savdo va kishilik huquq masalasidagi maydoni o'xshash. Shunga men Yangi Zelandiyaning muhim masalalarda kuchli pozitsiya bildirmaganligi to'g'risidagi har qanday qarashga raddiya berishim kerak degan. Ikki bosh minister birlashma bayonotida Hong Kongning taraqqiyoti va Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga jiddiy ko'ngil bildirganligini bildirgan. Hamda Xitoyni Uyg'ur va boshqa millatlarning kishilik huquqiga hurmat qilishga, BDT va boshqa mustaqil kuzatuvchilarning rayonga cheklanmasiz kirib tekshirishiga yo'l qo'yishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya boshlamchilik bilan Dunyo sahiyat tashkilotini Xitoy virusining manbasi haqida mustaqil tekshirish qilishga chaqirgandan buyon Avstraliya bilan Xitoyning munosabati nacharlashgan. Yaqinqi oylarda Xitoy harakatga o'tib, arpa, kaligushi qatorliq Avstraliya mahsulotlarining import qilinishini cheklagan. Dunyo savdo tashkiloti oldingi hafta Avstraliya arpasiga munosabatlik import masalasini hal qilish uchun talash tortishni hal qilish guruhi quradiganligini bildirgan. Yusufjon Ahmadni qasdlash delosining ikkinchi qitimliq tahqiqlash soti ochildi. Bugun Istanbuldagi Bakirköy rayonidagi 3-og'ir jazo mahkamasida Yusufjon Ahmadning qasdlanish delosiga qarata ikkinchi qitimliq tahqiqlash soti ochilgan bo'lib, sotdan keyin bu haqda bayonot e'lon qilindi. Yusufjonning advokati professor doktor Ilyas Doğanning o'z bayonotida bildirishicha, bu qitimqi sotda Yusufjon Ahmadni uyiga chaqirib, uning qasdlanishida muhim rol olgan Yusufjon Ahmadning Uyg'ur do'stining jinoiy javobgarligi haqida arz sunilgan. Sot mahkamasi mazkur arzni qabul qilgan. Deloni texmo atrofliq tahqiqlash uchun sot kollegiyasi sotni 8-iyulga kechiktirgan.
Doktor İlyas Doğan bayonotida yana bu deloning normal bir delo emasligini, og'ir jinoyat qilmishga aloqador ekanligini, bu murakkab deloni sodir qilgan haqiqiy jinoyatchilarni oshkorlashga tirishayotganligini, bu deloning faqatla qurol orqali boshqalarni o'ldirishga urinish delosi emasligidan iborat, bu reallikni xalqning bilishi kerakligini, barliq Uyg'urlarning bu deloga yaqindan diqqat qilib turishini umid qildiganligini ta'kidladi. Arqadan Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyatining bosh kotibi Nuriddin Izbasar bayonot e'lon qilib, Yusufjonning qasdga uchrash voqeasining bir suiqasd ekanligini, chunki jinoyat sodir qiluvchi Kural Aliyov Yusufjonga o'q chiqarganda Umar Ishqning bir tarafda turib singa olganligini, shu sababli bu deloning odatdagi bir delo emas, balki yollanma qotillik delosi ekanligini, bu suiqasdning orqasida Xitoyning borligi haqida kuchli gumon mavjud ekanligini bildirdi. U yana Sharqiy Turkiston xalqining qotilini emas, balki uning orqasida kim bo'lishidan qat'iy nazar to'liq jazoga tortishini umid qildiganligini, Yusufjonning qasdlanish voqeasining Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan munosabati borligini bildirdi. U bayonotida yana Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi va Istanbul elchixonasiga savol so'rab, ularning bu haqda tushuncha berishni talab qildi. Shundaqla delo odil bir taraf qilinganiga qadar barliq Sharqiy Turkiston xalqining buningga har vaqt diqqat qildiganligini, Turkiyadagi adliya xodimlari va organlarining bu deloning odil bir taraf qilinishiga hassa qo'shib, Turkiya sotining adolatini namoyon qilishni umid qildiganligini bildirdi. Xitoy Sharq Turkistonda mahallalarni vayron qilishni kuchaytirmoqda. Tangritog' to'rining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy atalmish Koni o'ltiraq rayonlarni yangilash nomida Uyg'ur mahallalarini vayron qilish qadamini tezlatgan. Xabarda qayd qilinishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayon doiralari Koni o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish qadamini texmo tiziltishni planlagan bo'lib, bu yil 4-oyning oxirigacha 135 Koni o'ltiraq rayonni chiqib o'zgartgan. Sharq Turkistondagi Uyg'ur binokorlik uslubida selingan o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish yondosh ul aslaha qurilishini Xitoyning 14-5 yillik plan loyihasiga kirgizgan. 2021-yili o'ltiraq rayonlardagi 230 ming yurish to'ralg'u, mahalla rayonlaridagi 96 ming yurish to'ralg'uni o'zgartirishni planlagan. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti o'ltiraq rayonlarni chiqib o'zgartirish sur'atini teziltish harakatiga maxsus haydakchilik qilgan. İlginççe Xitoy rejimi 2020 yılının oldingi yarımida Uyg'ur mahallariga taba bo'lgan 788 o'ltiraq rayondagi 116.300 oilaning uyini chiqib o'zgartgan. Keyingi yarim yilda yana 1090 o'ltiraq rayondagi 193.400 oilaning uyini chiqib o'zgartgan. Buningda asosligi 2000-yildan burun selingan o'ltiraq rayon asos qilingan. Kuzatuvchilar Xitoyning bu harakatining jazo lageri siyosati bilan mos qadamda ijro qilinganligini, asosliq maqsadining Uyg'ur binokorlik uslubida selingan qurilishlarni, shundaqla Uyg'ur mahallalarini vayron qilish ekanligini, ko'chirilganlarni markazlashtirib yerlashtirish orqali texmo unumlik nazorat qila oladiganligini bildirishgan. Bulardan sirt egilgan uchurlarga asoslanganda uylari chiqib etilganlarga nihoyatda oz miqdorda to'lam beriladigan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini iqtisodiy jihatdan vayron qilish vositalaridan biriga aylanib qolgan. Shu vatnimiz Sharq Turkiston Urumchi shahri Tog'ungdagi qiz ayollar lagerda, ya'ni majburiy dars o'tishga evatildi. Mana bu Tog'ungga selingan 6 qavatlik bino, balkonsiz bino. Uyg'ur sot kollegiyasining tunji qatimliq soti Londonda boshlandi. Angliyadagi mustaqil Uyg'ur sot kollegiyasining Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni baholashni maqsad qilgan tunji qatimliq isbot anglash yig'ini bugun 4-iyun Londonda yerlik vaqt soat 14 dan 9 minut o'tganda boshlandi. Mazkur sot Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining yaqindan qo'llab-quvvatlashi bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, 4-iyundan 7-iyungacha davomlashadi. Bu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarini tunji qatim chet elda sotlash hisoblandi. Yig'in sot kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandimning ichki so'zi bilan boshlandi. Jeffrey apandi sot kollegiyasidagi har bir a'zoni birma-bir tanishtirib o'tdi va Xitoyning vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida so'z qilgandan keyin mazkur sot haqida qisqacha ma'lumot berdi. 4 kun davom qiladigan bu qatimliq sotda lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq, Umar Bakali, Zumrat Davud, Mehrgul Tursun, Sayragul Saudbay va Tursnay Ziyovuddin qatorliqlar guvohlik beradigan bo'lib, bugungi tunji qatimliq sotning 1-bo'limida Qalbinur Sidiq xonim va Umar Bakali apandim sot kollegiyasi a'zolarining savollariga birma-bir javob berdi. Can you briefly describe for the tribunal the conditions of the camp?
Please remember that the tribunal members have read your rather extensive report and they are fully aware of it. But would you please briefly highlight the points in the First Amendment camp? Edeki tutkunlarını her daim ders vaxtlarında, düşlük aram vaxtlarında, keşlerde çağırıp eçkitip sorak kılattı. Çünkü birinci qavat soraxana yarasıdı boğaşqa sınıf intayın yaqin. Bular chiqibdi yarım saatgacha bularning intayın qiynalgandagi azobli ovozlari butun binoga anglatdi, binoni zilzila keltirdi. Bugun jami 9 kishi guvohlik beradigan bo'lib, 8i Uyg'ur, 1i chet ellik. Ikkinchi bosqichda Uyg'ur Adliya arxiv ambirining tadqiqotchisi Muattar Ilqut xonim, Norvegiyadan Patugul Taliq, Shvetsiyadan Sayragul Savutbay xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Tulqin Isa apandi, shundaqla George Washington Universiteti terrorlikqa qarshi mutaxassisi Robert apandi qatorliqlar guvohlik berdi. Sotning tafsiloti haqida texmi yangi ma'lumotlarni oldimizdagi kunlarda davomli huzuringizga sunamiz. Tarqalayotgan sirlar Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyatini oshkorlab bermoqda. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi barliq uchurlarni qattiq kontrol qilayotgan bir paytda ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan sirlar Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyatini ko'rsatib bermoqda. Bugun ijtimoiy uchur bostirib tarqalgan sirlarda Sharq Turkistondagi ma'lum ballar lagerida kichik ballarning o'pchi yotoqdagi karvatlarda uxlayotganligi, ularning o'qituvchilarining Xitoy ekanligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda bo'lsa, Uyg'ur ballarning karvatmi yo'q, hatto yostiqmi yo'q, qattiq kelamning ustida yetib uxlayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sinda bir Uyg'ur qizi bilan bir Xitoyning to'y marosimi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash siyosatining davomlashayotganligini isbotlab bermoqda. Oldingi kunlarda tarqalgan yana bir sindimo yoshqi cho'ng bir Xitoyning amdili qo'ramiga yetgan bir kichik Uyg'ur qizi bilan to'y qilganligi ko'rsatilgan bo'lib, kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Undan boshqa ijtimoiy uchur vositasi tarqalgan ko'plagan sirlarda Uyg'urlarning unsiz yig'layotgan ko'rinishlari orqali urug' tuqqanlardan ayrilish azobini ifodalayotganligi ko'rsatilgan. Xitoy doiralari yolg'on tashviqotlarini davomli kuchaytirib, Sharq Turkiston xalqini xushal-xuram yashayotidi deb jar silayotgan bugungi kunlarda Sharq Turkistondan har kuni degudek to'xtamay chiqayotgan isbotlar Xitoyning haqiqiy yuzini ochib bermoqda. NATO bosh kotibi dunyoning oldin faraz qilg'ili bo'lmaydigan holga kelganligini aytdi. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg 14-iyun o'tkaziladigan NATO oliy rahbarlar yig'ini haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. NATO bosh kotibi Stoltenberg yig'inning ittifoq va kollektiv xavfsizlik uchun intayin muhim payt bo'ladiganligini bildirib, dunyoning texmi oldin faraz qilg'ili bo'lmaydigan holga kelganligini va bu sababdan Shimoliy Amerika bilan Yevropa o'rtasida ittifoq bo'lishi kerakligini qayd qildi. U Belorussiyaning bomba borligini ilgari surib, majburiy qo'ndirgan aeroplandagi o'qitishi jurnalistni qo'lga olganligi haqidagi savolga aeroplanning Minskga qo'ndirilganligini ayblab, xalqaro mustaqil tekshirishni talab qildik. Vaqaning fikr erkinligiga qilingan hujum ekanligini bildirib, qo'lga ilingan jurnalistni qo'yib berishga chaqirdik deb javob berdi. U Rossiyaning Ukraina, Baltiq va O'rta Sharqqa o'xshash rayonlarda harbiy mavjudligini ko'paytganligini bildirib, NATOning yaqinqi yillarda bu sababdan tayyorlikni kuchaytirganligini va Sharq rayoniga harbiy kuchlarni avatganliklarini qayd qildi. U NATOning mudofaa maqsadiga ega ekanligini, tinchlikni qo'g'dash uchun xizmat qilganligini va buning uchun nurg'un rayonlarda mavjud bo'lib turganligini ta'kidladi. U NATOning Afg'onistondan chekingandan keyingi terrorlik tahdidi ustida to'xtalib, Afg'onistondagi xavfsizlik ahvolining nihoyatda qiyin ekanligi, NATO qismlarining chekinish qarorida xatar borligini eskartdi. U niyatimiz boshdan tortib Afg'onistonda qilish emas edi. Afg'onistonning xavfsizlik organlarini qo'llash davomlashadi. Afg'onistonning kelajagiga afg'onistonliklar mas'ul bo'ladi, dedi. Amerika alohida jang qilguvchi qismini Tayvanga o'rinlashtirmoqchi. Amerika ovozining 31-maydagi xabarda bildirilishicha, Amerika alohida jang qilguvchi qismlarini Tayvanga o'rinlashtirib, Tayvan armiyasini mashqlantirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy tahdidi va bisimining tadrijiy ishishiga ergishib, Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi harbiy hamkorlik kun sari kuchaygan.
Amerika Davlat Mudofaa ministrining alohida jang qiluvchi qismi va to'qinishga mas'ul yordamchi nomzodi Kristofer Mill 27-may Amerika Kengash palatasining salohiyat tekshirish yig'inida so'z qilib, Amerikaning Tayvanga askar avatib, Tayvan milliy armiyasining alohida harakat qismlarini mashqlantirishga yordamlashadiganligini bildirgan. Taybey Birlashma xabar gazetining Tayvan Davlat Mudofaa ministrligining manbasini naql keltirib xabar qilishicha, Amerika armiyasining bexatarlik hamkorlik brigadasining ofitser askarlari allaqachon Shinjon nahiyasidagi bazada milliy armiya birlashma brigadasini mashqlantirishga yordamlashgan. Amerika quruqliq armiyasi alohida qismlari va dengiz armiyasi zarba berish qismi Tayvan armiyasining alohida harakat qismlari bilan birlikda qarorlik birlashma mashq o'tkazgan. Amerika dengiz armiyasining quruqliqda jang qiluvchi alohida harakat qismining qo'mondonlik organimi bu yil tunji qitim Tayvanga xodim avatgan. Buningdagi maqsad o'xshashla Tayvan milliy armiyasining alohida harakat qismlari bilan hamkorlashish ekan. Amerika Xitoyning Kambodjadagi harbiy aslaha qurilishiga norozilik bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman 1-iyun Kambodja bosh ministri Hun Sen bilan ko'rishib, Xitoyning Kambodjadagi harbiy aslaha qurilishiga norozilik bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda deyilishicha, Sherman Hun Sen bilan ko'rishish jarayonida Kambodjaning Yunlang dengiz armiya bazasidagi Amerika yordam qilib salgan 2 harbiy aslahani oldin xabarlantirmayli chuvib tashlaganligini tilga olgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning mazkur harbiy bazaga qurgan harbiy aslahalar qurilishidan qattiq andisha qilganligini bildirgan. U yana Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurishining boshqa davlatning egilik huquqiga va rayon bexatarligiga tahdid shakllantirganligini, bu qilmishning Amerika Kambodjaning munosabatiga yomon ta'sir ko'rsatganligini bildirgan. Sherman yana Kambodja rahbarlarini Kambodja xalqining manfaati uchun mustaqil va tangpung bo'lgan tashqi siyosatni saqlashga chaqirgan. Washingtondagi bir aql ambiri sun'iy hamroh suratidagi uchurlarga asosan Kambodja doiralarining o'tgan yili 9-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda Amerikaning yordamida qurilgan 2 dengiz armiya aslahasini cheqivatganligini bayqagan. Amerikaning Phnom Penhdagi bosh elchixonasi Kambodja harbiy doiralarining Amerika mablag' solgan yana bir dengiz bexatarlik aslahalarini uqtirish qilmayli vayron qilganligidan umidsizlanganligini bildirgan. Sherman yana Kambodja rahbarlarini Kambodja xalqining manfaati uchun mustaqil va tangpung bo'lgan tashqi siyosatni saqlashga chaqirgan. Washingtondagi bir aql ambiri sun'iy hamroh suratidagi uchurlarga asosan Kambodja doiralarining o'tgan yili 9-oydan 11-oygacha bo'lgan oraliqda Amerikaning yordamida qurilgan 2 dengiz armiya aslahasini cheqivatganligini bayqagan. Ma'lum bo'lishicha, Kambodja davlat mudofaa ministri Duban bu vaqtda ifoda bildirib, Kambodjaning bu harakatlarni o'zining manfaati uchun qilganligini, o'z planini Amerikaga xabar qilish majburiyati yo'qligini bildirgan. Ozarbayjon armiyasining 2900 askari shahid bo'ldi. Ozarbayjon armiyasining tog'liq Qarabog' territoriyalarini ishg'oldan ozod qilish uchun elib borgan harbiy harakat davomida 2900 askari shahid bo'ldi. Ozarbayjon davlat mudofaa ministrligining bildirishicha, 2020-yili 27-sentabr kuni boshlangan va 2020-yili 10-noyabr kuni Armeniyaning mag'lubiyatini qabul qilib, urush to'xtatish kelishimini imzolashi bilan oxirlashgan urushda ilgari 2895 ekanligi e'lon qilingan shahid askarlarning soni, ba'zi jasadlarning tepilishi va kimliklarining aniqlab chiqilishidan keyin 2900 ga yetgan. 14 askarning yo'qolib ketganligi eskartilgan bayonotda dafn qilingan shahid askarlarning ismlariga o'rin berilgan. Ozarbayjon armiyasining 2020-yili 27-sentabr kuni qo'zg'agan harbiy harakat davomida 5 shahar markazi, 4 kanat va 286 yeza ozod qilingan. Buningga asosan Armeniya mag'lubiyatini qabul qilib, ishg'ol ostidagi Og'dam, Lachin va Kalbajar viloyatlarini bo'shatishni ahd qilib, urush to'xtatish kelishimini imzolagan edi. Armeniya armiyasi 2020-yili 20-noyabr kuni Og'damdan, 2020-yili 25-noyabr kuni Kalbajardan, 2020-yili 1-dekabr kuni Lachindan chekingan edi. Biden qora tizimlikdagi Xitoy shirkatlarini texmo ko'paytdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden 3-iyun yangi ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Amerika fuqarolari va organlarining Xitoyning 59 shirkatiga mablag' selishini cheklagan. Bidenning mazkur buyruqida sobiq prezident Trump tuzib chiqqan Xitoy shirkatlarining qora tizimligi texmo kengaytirilgan.
Trump vazifa o'tayotgan mezgilda Amerikaliklarning Xitoyning harbiy va bexatarlik organlarini ta'minlaydi yoki qo'llaydi deb qaralgan 31 Xitoy shirkatining pay chekini setib olishni cheklagan bo'lib, bu tizimlikda Xitoy ko'chma xabarlash shirkati, Xitoy telegraf shirkati, Haykang shirkati va Xitoy temir yo'l qurilish shirkati qatorliq muhim shirkatlar o'rin olgan edi. Bu Xitoy magnatlarining bosh ko'tarishini tizginlashni maqsad qilgan bir qator tadbirlarning biri bo'lib, Xitoy-Amerika munosabatini texmo jiddiylashtirib o'tgan edi. Gerçi Biden hukumati ilgari Trumpning Xitoyga qaratgan diplomatik davolg'ishidan keyin Xitoyga qarata silih diplomatik yo'l tutilganligi to'g'risida va'da bergan bo'lsa-mu, ammo u yana davlat mudofaasi va texnikasi qatorliq bir qancha masalada Xitoyga qarshi qattiq maydonni saqlaydiganligini aytgan. Yaqinqi bir necha yil ichida Amerika hukumatining Xitoyga tutgan qattiq pozitsiyasi parlamentda oz uchraydigan darajada partiya halqigan qo'llashga erishgan. Mazkur ma'muriy buyruq 2 avgustdan boshlab ijro qilinadigan bo'lib, tizimlikdagi Xitoy shirkatlarining pay chekini setib olgan amerikaliklar 1 yil ichida mablag'ini qaytarib olishi kerak ekan. Shu vatnimiz Sharq Turkiston Urumchi shahri Togung'dagi qiz ayollar lagerda, ya'ni majburiy dars o'tishga evatildim. Mana bu Togung'a silingan 6 qavatlik bino, balkonsiz bino. Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qatimliq soti Londonda boshlandi. Angliyadagi mustaqil Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini baholashni maqsad qilgan tunji qatimliq isbot anglash yig'ini bugun 4-iyun Londonda yerlik vaqt soat 14 dan 9 minut o'tganda boshlandi. Mazkur sud Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining yaqindan qo'llab-quvvatlashi bilan o'rinlashtirilgan bo'lib, 4-iyundan 7-iyungacha davomlashadi. Bu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda yurgizayotgan jinoyatlarini tunji qatim chet elda sotlash hisoblandi. Yig'in sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandimning ichki so'zi bilan boshlandi. Jeffrey apandi sud kollegiyasidagi har bir a'zoni birma-bir tunishtirib o'tdi va Xitoyning vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida so'z qilgandan keyin mazkur sud haqida qisqacha ma'lumot berdi. 4 kun davom qiladigan bu qatimliq sudda lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq, Ömer Bakali, Zumrat Davud, Mihirgul Tursun, Sayragul Savutbay va Tursnay Ziyovuddin qatorliqlar guvohlik beradigan bo'lib, bugungi tunji qatimliq sudning 1-bo'limida Qalbinur Sidiq xonim va Ömer Bakali apandim sud kollegiyasi a'zolarining savollariga birma-bir javob berdi. Can you briefly describe for the tribunal the conditions of the camp? Please remember that the tribunal members have read your rather extensive report and they are fully aware of it. But would you please briefly highlight the points in the first men's camp? Edeki tutqunlarni her daim ders vaqtlarida, tushlik aram vaqtlarida, kechlarda chaqirib echkitib so'roq qiladi. Chunki birinchi qavat so'roqxona yarasida bo'lg'achqa sinf intayin yaqin. Bular chiqibdi yarim soatgacha bularning intayin qiynalgandagi azobli ovozlari butun binoga anglatdi, binoni zilzila keltirdi. Bugun jami 9 kishi guvohlik beradigan bo'lib, 8i Uyg'ur, 1i chet ellik. Ikkinchi bosqichda Uyg'ur Adliya arxiv ambirining tadqiqotchisi Muattar Ilqut xonim, Norvegiyadan Patugul Taliq, Shvetsiyadan Sayragul Savutbay xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Tulqunaysa apandi, shundaqla George Washington Universiteti terrorlikqa qarshi mutaxassisi Robert apandi qatorliqlar guvohlik berdi. Sudning tafsiloti haqida texmi yangi ma'lumotlarni oldimizdagi kunlarda davomli huzuringizga sunamiz. Xitoy yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyatini inkor qilishga urindi. Xinhua to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy 3-iyun Beijingda Sharq Turkiston haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak siyosati haqidagi ayblashlarni inkor qilishga urindi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, majburiy emgakka selish, jazo lageriga solash, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati guvohchilarning isbot berishi, tadqiqotchilarning dokumentlari orqali xalqaro jamiyatda kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqaroda oshkorlanayotganligidan qattiq bearam bo'lgan Xitoy har xil razil vositalar bilan jinoyatlarini inkor qilishga urinmoqda. Xitoyning saxta maydon, saxta obraz yasab chiqib, xalqaro jamiyatni aldash qilmishi yillardan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, Xitoy 3-iyundagi yig'inda yana o'z kechirmishlarini so'zlash nomida Aqsu paxta to'qimachilik zavodining ishchisi deyilgan Akbar Turg'un ismli Uyg'urni yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Akbar Turg'un atalmış guvohlik so'zida Xinjiangda majburiy emgak yo'q. Er ayol ikkimiz 8000 yuan maaş alamiz. Amerika va G'arb ellari shirkatlarimizni jazolab, bizning emgak huquqimizni ziyonga uchratdi.
biz bununğa narazi degan. Axborot e'lon qilish yig'inida yana atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazoratining naziri Rahmonjon Davud so'z qilib, ichkiri o'lkalarda ishga o'rinlashtirilgan oz sonli millatlar o'z ixtiyorligi bilan ishga o'rinlashtirildi deb bildirilgan. Qo'rjoq amaldor yana Xitoy o'lkalariga Uyg'urlarni yolab elib mangan Xitoy doiralari va soqchilar haqida to'xtalib, ular emgakchilarning bexatarligini qo'g'dash uchun o'rinlashtirilgan deb bildirilgan. Xitoyning mazkur yig'inni Londonda tashkillangan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'inidan bir kun burun o'rinlashtirishi diqqat qo'zg'adi. Kuzatuvchilar lagerdan qutulib chiqqan muhojiratdagi shohidlarning guvohliklari, ijtimoiy uchur vositasida tarqalgan sirlar, kishilik huquq tadqiqotchilari e'lon qilgan tadqiqot dokumentlari, Xitoy axborot vositalarida e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish jinoyatining muhim isboti ekanligini, Xitoyning yolg'on tashviqoti va yig'inlari orqali jinoyatini yushirib qololmaydiganligini bildirishmoqda. Xalqaroda 4-iyun qirg'inchiligining 32 yilligi xotirlandi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, xalqaroda Xitoy kommunistlarining 1989-yili 4-iyun, ya'ni 32 yil ilgari Tiananmen maydonida yurgizgan qatliamining 32 yilligi xotirlandi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Tiananmen maydoni qatliamining 32 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, bu kun Xitoyning Tiananmen maydonida qilgan qirg'inchilik jinoyatining 32 yilligini xotirlaydigan bir kun. Bu vahshiy jinoyat 1989-yili Xitoy kommunistlari tomonidan ishlandi. Xitoy bu kunda kishilarning ulug' va oddiy talabini dunyo kishilik huquq xitobnomasida belgilangan kishilik huquqni e'tirof qilish va hurmatlash vositasi bilan javob qaytarmasdan, aksicha zo'ravonlik vositasi bilan javob qaytardi. Biz shu kuni yuz bergan ishlar jumladan barliq ziyonkashlikka uchrag'uvchilar, qo'lga ilinganlar yoki yo'qolib ketganlar haqida Xitoyning javobgarligini surishtirishni to'xtatmasligimiz kerak. Xitoy xalqi oddiy kishilik huquqqa hurmat qilishni talab qilgachqa, Amerika ularni doim qo'llaydi. Biz 32 yil ilgari qazo qilganlarni eslaymiz. Xitoyning davomli bostirishi oldida yanada bo'shashmay qarshilik ko'rsatayotgan botir faoliyatchilarga hurmat bildiramiz dedi. Amerika parlamenti va Xitoy ijroiya komiteti bayonot e'lon qilib, Tiananmen maydonida qon to'kilib 32 yil o'tgan bugungi kungacha Xitoy kommunistlari Xitoy xalqining asosiy erkinligini rahimsizlarcha bostirib keldi. Xalqaro jamiyat birlikda ittifoqlashib, Xitoyning vijdon mahbuslarini xohlagancha tutib turish va xo'rlashini oxirlashtirishimiz, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini oxirlashtirishimiz, Tibet madaniyatini vayron qilish va 100 millionlagan fuqarolarning diniy erkinligini cheklashni oxirlashtirishimiz va Xitoyning xalqning erkinligini sistemalik bo'g'ishini oxirlashtirishimiz va xalqaro ahdnoma orqali Xitoyning Hong Kong xalqining erkinligiga buzg'unchilik qilishini cheklashimiz lozim deganlarni bildirdi. Xitoyning 32 yil ilgari Tiananmen maydonida qilgan qirg'in qilish jinoyatini xotirlash faoliyati nurg'un davlatlarda tashkillangan bo'lib, erkinlikni suydigan barliq kishilar bir yerga yig'ilib, Tiananmen maydonidagi qirg'inchilikni xotirlab o'tkazilgan sham yoqish murosimi Hong Kong yerlik hukumat doiralari tomonidan maydonlarga yig'ilish cheklangan bo'lg'achqa, xalq ko'chalarni to'ldirgan va shamning o'rniga yonfun chiroqlarini yoritib, nohaqchilikka qarshi turish ruhini qayta namoyon qilgan. Doktor Li Mingyan Xitoy virusining biologiyalik qurol sifatida ishlab chiqarilganligini ilgari surdi. Turkiya Sabah gazetining 4-iyundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy virusining qayerda va qanday boshlanganligi to'g'risidagi munozara kun sari kuchaymoqda. Butun dunyoga zo'r darajada ta'sir ko'rsatgan Xitoy yuqumi tarqalgan kundan boshlab 3.717 mingdan ko'proq odam qazo qilgan bo'lsa, virusning kelish manbasiga munosabatlik yangi hujjatlarmi o'tirg'a qo'yilmoqda. Xitoy doktori Li Mingyan Amerikaning Newsmax kanalining bevosita tarqatish programmasida qilgan so'zida Amerika reaksiya va yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining mudiri doktor Antony Fauci qatorliq nurg'un yuqori darajali shaxslardan kelgan ilxatlarni oshkorlab, Xitoy virusining Xitoy rejimi tomonidan qurol sifatida ishlab chiqarilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Eng dastlabda Xitoyning Wuhan shahridagi hayvonotlar bozorida borliqqa kelganligi, keyin Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligi haqida tekshirish davomlashayotgan Xitoy virusi haqida Xitoy doktori Li Mingyan chorshanba kuni kechda Amerika axborot agentligi Newsmax'ga bergan bayonotida Xitoy rejimining Xitoy virusini tajribaxonada biologiyalik qurol qilib ishlab chiqarganligini va dunyodagi nurg'un hukumat amaldorlarining buni biladiganligini o'ttirg'a qo'ydi. O'tgan oylarda yuqumning orqa ko'rinishi to'g'risida 3 dokument tayyorlagan, ammo dokumentni hambaharlagandan keyin ijtimoiy aloqa hisobotlari to'xtatilgan Li Mingyanning naq maydonda qilgan so'zi jiddiy g'ulg'ula paydo qildi.
programmada COVID-19 chegarasiz biologiyalik qoral mavzuliq qismining dokladini sungan Li Mingyan Xitoy Kommunistik partiyasi tadqiq qilib yasab chiqqan virus to'g'risidagi haqiqatning boshda Amerika amaldorlari bo'lish bilan birga ko'plagan davlat tarafidan bilingan bo'lsa-mu, ammo ustini yepishga urinilganligini o'tirg'i qo'ydi. Xitoy virusida inkor qilg'ili bo'lmaydigan darajada inson izi borligini aytgan Li Mingyan mazkur virusning yuqumlanishidan tortib ajallik ta'sirigacha bo'lgan nurg'un ta'sirlarning Xitoy rejimi elib borgan virus tajribasida tekshirilganligini aytdi. Yanning bayonlarining eng yorqin tarafi Amerika reaksiya va yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining mudiri doktor Antoni Fauchiga qarata ayblashlar bo'ldi. U so'zida 2020-yili 1-oydan 6-oygacha bo'lgan oralikda Fauchining 3200 dan ortiq el-xetining mazmunining oshkorlanganligini va buning Washington pochtasi gazeti tarafidan jazmlashtirilganligini, bu elektronlik xatlarda Fauchining Xitoy rejimi elib borgan sinoqlar haqida ma'lumoti borligi haqida bayonlar borligini aytdi. Mazkur el-xatlar ichidagi bir parcha xatda Fauchining Amerika davlatlik reaksiya va yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining yordamchisi doktor Hog Auchinclosga xat yozib, Xitoy virusining iqtidorini yaxshilash to'g'risida yozilgan bir maqolani mulohiza qilganligi va uning bu to'g'riliq Auchinclosning jiddiy inkas qaytarishini umid qilganligi to'g'risida bayonlar bor. Li Mingyan naq maydonda qilgan so'zlarida o'zining tadqiqotini Xitoy rejimining yo'q qilib etmasligi uchun Amerikaga kelib haqiqatni dunyoga oshkorlashni qaror qilganligini ta'kidladi. Xitoy rejimining yuqumdagi rolining kunsiri gavdalanayotganligini ta'kidlagan Yan Biden hukumatining besimning kuchayishi natijasida tajribaxonada taraqqiy qildirilgan virus to'g'risida tafsiliy doklad berishni talab qilganligini aytdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngilli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atiki kundalik xabarlarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Shunday ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.